Assalomu alaykum aziz obunachilar. Endi navbatdagi obyektimizga keldik. To'plik ishib turgan holatini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda to'plik xato turib ketdilar. Bani xato o'tirmagan, ishori montaji xato bo'lgan. Bu yerda 5 turaq ходовой клапан ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, bunda podacha, bunda обратчина. Ishora turaq ходовой клапан ishlash kerak. Katyoli to'plik po'layni 53 gradus yetib turibdi. 1000 gradus yetmasligi kerak. To'plik po'la eng grubi 35-40 gradus yetib qoladi. Hozir sizlarga ko'rsataman ichki holatda ishlab turgan. Agar bunday holatda to'plik pol bilan radiator birga ulangan bo'lsa, через traynik kotyol to'xtamay ishlash holati bo'ladi. Ko'rsataman sizlarga. Obratchasida 35 gradus bo'lib turibdi. 35-40 gradus. Katyolimiz 60 ga qo'yilgan. Katyol qachon 65 ga chiqqan vaqt o'chadi, lekin bu 65 ga chiqmaydi. Nima uchun desa, to'plik polni obratchasidan qachon 60 gradus kelsa, shunda katyolimiz 65 ga chiqadi. Ana keyin katyol dam olish rejimini o'tadi. Shundan katyol dam olmaydi. Bu yerda to'plik polni ishorini montajini xato qilganlar. To'plik polni qo'shsalar, katyol o'chmaydi. To'plik polni o'chirsalar, quruq batareya qizadidan katyol o'chib ishlaydi. Shuning uchun bu yerda ходовой клапан qo'yishni tavsiya qilaman. To'plik polni ko'rib turishi. To'plik polni shaglarini ham ochib tashlaganlar, buni ko'rishingiz mumkin. To'plik polni xato o'tirgan deb aytaman. To'plik poladi qizib turibdi. Shaglarini ozgina ochib o'tirganlar. Lekin bu holatda bo'ladi. Nima uchun desa, xonaga radiator sistemasi ham qo'yilgan. Shu turish ham zakonniy bo'ladimi? Ko'rishingiz mumkin. Koridorga ketgan, koridorlar ham qizg'aydi. Mana banida ozgina shularni xato o'tirganlar. O'tkalarning oralarini bir xil qo'ymaganlar. Xullas, hozir bu yerda заключение shu kollektorga трехходовой qo'yish kerak. Трехходовой смеситель. Hozir ishimiz jarayonida ustalar ko'pchiligi bu narsani bilmay, hammasi shunday qo'yib ketib turibdi. Shuning sababli yana katyol o'chmaydi. Hozir shura трехходовой qo'yib bersak, katyol dam olib ishlaydi. Katyol dam olmay ishlasa, bu kissaga zarar, gazni ko'p расход etadi. Ko'rishingiz mumkin. Shunda ham bir narsa aytib ketchakman. 60-70 metrdan bir xil qilib tashlash kerak buni vetkalarini, shlankalarni to'plik polni aylantirgan vaqtda. Yana ko'rishingiz mumkin, ikkisi qizmay turibdi. Birisi dalana ketgan, birisi zala ketgan. Bularni har qaysisini 2-2 bo'lib berganda, bularni obratchasam, bu birinchi, ikkinchi vetkadagi zakonniy qizib turar edi. Bu birinchi, ikkinchisi kalta, uchinchi, to'rtinchisi uzun tashalgan lambalar. Yine shuni bir xil tashamaslik, shlankani uzunligini bir xil tashamasligini sababi ina. Bir xil qizmaydi to'plik pol. Birisi kalta tashalganlar boshda tez qizadi, ana keyin durib uzun tashalgani qizadi. Qizmaydi emas, qizadi. Lekin bir xil tashagan ma'qul. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Описаниеda telefon nomerimni qoldiraman.